Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizga pedagogika psixologiya fani 4-mavzusini tushuntirib o'taman. Bu mavzu nomi tarbiya nazariyasi, tarbiya metodlari va turlari haqida. Bugungi kunda biz bilamiz, tarbiya butun bir dunyo olimlarini shaxs qilib voyaga yetkazgungacha bo'lgan jarayon hisoblanadi. Ya'ni har bir o'quvchi bolani fundamental o'zini shaxsiy fikriga, qonunlarni tushunishga, kasblarni egallashga to'g'ri yo'l bilan qadam bosib, ilmiy o'sha o'zini bilimlar bilan biz o'qituvchilar ularga tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Tarbiya bugungi kunda barcha Yevropa, MDH, O'zbekiston, O'rta Osiyo davlatlari o'sha tarbiya haqida buyuk kitoblar, dissertatsiyalar, monografiyalar yozishmoqda va bu to'g'risida juda katta ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda ustozlarimiz ta'lim muassasasida har bir o'quvchini shakllantirishda, ham ta'lim tarbiya berishda metodlar yoki o'quvchilarni bandligini ta'minlash uchun to'garaklar, dars samaradorligini oshirish uchun albatta birinchi o'rinda mana yurtboshimiz Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham tarbiya ta'limning asosiy o'zagi ekanligi haqida juda ko'p qonunlarida yoki ma'ruzalarida bugungi kunda ta'limga oid bo'lgan yig'ilishlarda qator fikrlarni berib o'tishmoqda. Tarbiya o'zi bugungi kundagi odamning bugungi kundagi odob axloq normalarini ko'rsatib beruvchi, shaxsning chiroyli fazilatlari bilan yashashi yoki ezgulik niyat maqsadlariga erishgungacha bo'lgan xarakterlarini chiroyli ko'rsatuvchi xususiyatlari, temperamentlari, xarakterlarini barchasini uyg'unlashtirib, ya'ni tartibga solganda chiroyli qilib ko'rsatish uchun tarbiya deb nomlasak bo'ladi. Tarbiya insonning bugungi kundagi ya'ni tug'ilishidan vafot etgunga qadar butunlik hayot dunyosini, umrini tarbiya bilan hayot kechiradigan hodisa hisoblanadi. Tarbiya bugungi kundagi mana hozir mavzumizni e'lon qildik, rejalarni gapirib o'tadigan bo'lsak, tarbiya jarayoni, mohiyati va uning jamiyatdagi taraqqiyotining o'rni birinchi rejamiz. Ikkinchi rejamiz tarbiyaning bugungi kundagi qoidalari. Uchinchi rejamiz o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi va tafakkurini shakllantirishda allomalarimizning fikrlari, ya'ni tarixdagi bugungi kundagi e'tiborlar. Tarbiyaning turlari. Oila tarbiyasi, oila bola tarbiyasi va ota-onaning o'rni haqida bugun gaplashib o'tamiz. Tarbiya jarayoni mohiyati, uning jamiyatda taraqqiyotdagi o'rnini biz hozirgina keng miqyosda tushuntirib berdik. Bugungi kunda hayot bor ekan, odam yashar ekan, bugungi kundagi ota-ona hayot, farzand yoki yaxshi yashash uchun albatta tarbiya jarayonlarini mohiyatini tushuna olish kerak va boshqara olish kerak va shu fazilatlarni o'ziga, odamga o'rgata olish kerak bo'ladi. Tarbiyaning qonunlari bugungi kunda tartibga solish, o'rganish, bilish, tushunish va mana shu biz berayotgan yoki ustozlar, ota-ona o'rgatayotgan qonuniyatlardan, ya'ni chiziqlar, ya'ni qonuniyatlardan, shablonlardan iborat bo'ladi. O'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi va tafakkurini shakllantirishda allomalarimizning fikrlari tarixdan bizga ayonki, juda ko'p allomalar bizni O'zbekiston, ya'ni bizni xalqimiz olimlari juda ko'p tarbiya haqida o'quvchilarning dunyoqarashini, ya'ni fikrini shaxs bo'lib shakllanishida tafakkurini juda katta rivojlantirib beruvchi tarbiya ekanligini juda ko'p kitoblarida, asarlarida konkret faktlar bilan, statistikalar bilan isbotlab o'tgan. Tarbiya odamlarning dunyolarini, o'sha dunyoqarashlarini o'zgartirishida, ustozlarga ergashishida, to'g'ri yo'lni tanlashida juda katta yo'l ko'rsatishi haqida fikrlarni bildirishgan. Tarbiyaning turlari juda ko'p. Bugungi kunda tarbiyaning turini haqida gapiradigan bo'lsak, jismoniy tarbiya, ekologik tarbiya, tibbiyot tarbiyasi bor, mehnat tarbiyasi bor, ekologik tarbiya bor. Ya'ni odamlarning bugungi kundagi aqliy tarbiyasi bor, mehnat, ya'ni tarbiyani bugungi kundagi gigiyenik tarbiya bor, tibbiyot tarbiyasi bor. Tarbiyaning juda ham rivojlantiruvchi, oziqlantiruvchi tarbiyalar bor, turlari juda ham
ko'p hisoblanadi. Bugungi kunda asosiy tarbiyani bo'g'ini bu oila tarbiyasi, oilada bola tarbiyasi va ota-onaning o'rni tarbiyani shakllanishda juda ham katta beqiyosdir.